Assalomu alaykum hörmətli görürmənlər. Biz hazır huzurunuzga Uyghur Sud Kollegiyasının baş soçisi Jeffrey Nice bilan ilib bağlan söhbətimizni təqdim qılımız. And today the Uyghur Tribunal with your leadership has Sizning rəhbərligingizdə bugun Uyghur sudi Xitoyni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazyapti deb hukm chiqardi. Bu hukmning yechimi to'g'risida to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. It's impossible for the tribunal to know what the consequences, if any, may be. Shunisi aniqki, agar mushundaq bir hukumatlar, universitet, korxona, sayohat shirkatlariga o'xshash o'rinlar va shundaqla Xitoy bilan bevosita aloqa qiladigan kishilarning Xitoy bilan bo'lgan munosabatida nima ish qilish to'g'risida qaror chiqarishiga foydasi bo'lsa, bu bir yaxshi bo'lgan ish hisoblanadi. Bu hukmning Xitoydagi ichki vaziyatni o'zgartirish ta'siri bo'lishmoqda. Shundaqda qaltis ish bo'lgan bo'ladi. Lekin natija shundaq chiqqandimi, bizning sudning natijasidan deb e'tirof qilinishi notayin. Şunu bu hüküm sebeplik işlerinin yaxşılandıqanlığını dərhal biləlməydiqanlığımız aniq. Yuqorqi bayanlar yüz berişi mümkün bo'lgan natijalar. Endi sualingizga qaytib kelsak, boshdan tartib so'zlasak, isbotga tayangan holda Xitoyning elib berayotgan siyosati xalqaro jamiyatga aniq bo'lmaganlikdan iborat bir reallik. Bu sudni eshitishimizdagi qo'zg'atuvchi kuch bo'lgan. Shunga biz bu bo'shliqni to'ldirgan bo'ldik, xolos. Yes, the Uyghur Tribunal has invited the Chinese government to defend its position and also to provide their part of... Uyghur sudi Xitoy hukumatini o'zining maydonini qo'g'dash va shundaqla o'zining bayonini o'tirib qo'yishga taklif qildi. Isbot shuki, lekin hozirgacha qadar Xitoy hukumati bu taklifni rad qilib keldi. Xitoy siz va bu sudga cheklash jazosi e'lon qildi. Shundaqla sizga shaxsiy hujum qilib, sizni jasus deb atadi. Sizning buningga qarata inkosingiz qandaq? And constantly, even yesterday, is attacking you personally, calling you a spy. So what's your response to that? It's a pity that they should take that line. I've got nothing else to say about that. I'm not concerned about Ular it. yani Xitoyning bu yo'lni tanlaganligi afsuslanarli bir ish bo'ldi. Bu temada buningdan boshqa ortiq deydiganim yo'q. The alternative Men ansirab ketmadim. Xitoyning bu deganlari Uyg'ur sudi bilan munosabatsiz. individuals, Lekin organizations, ular and countries Xitoy o'zlarini tanqidlagan shaxs, criticize them for what they do. tashkilot va davlatlarga qarata ochiq bo'lishdan iborat yana bir xil yo'lni azaldilla nazarga Especially if olmaganligi they're open in a odamni way that other big afsuslantirdi. countries are not open. Chunki agar Xitoy shunday qilgan bo'lsa, bo'libmi biz hukmda tushuntirish bergandek boshqa ba'zi cho'ng davlatlarga o'xshash ochiq bo'lmaslikni emas, balki o'lgi bo'lib ochiq bo'lishni tanlagan bo'lsa, ular dunyoni yaxshi joyga aylantirdiganga o'lgi bo'lgan bo'ladi. Shunga Xitoyning biz va men to'g'risida deganlarga parvoyim palak. Yes, and China is also accusing not just you and calling the court a fake court. Xitoy bu sudni yolg'on sud deb ayiblash bilan bir vaqtda bu sud o'yinining orqasida Amerika boshchiligidagi Xitoy qarshi g'arb kuchlari bor deyishdi. Shundaqla yana shohidlar, mutaxassislarni Xitoyni qaralash uchun to'qlim isbotlarni o'tirib qo'yayotdi deb ayibladi. Sizningcha bu shundaq ahvolmi? All actors who are presenting false evidence to accuse China. Is that the case? Well, they can say it. Xitoy undaq desa o'zlarining ishi, lekin ular o'zlarining shu deganlarini ma'lum isbot bilan dalillamasa, bundaq gaplarga qarata ortiq gap qilishimning faqat hojati yo'q. Ular bu ayiblashlarining birini hech qanday isbot bilan dalilligini yo'q. Men ilgari deganlarimni yana bir takrorlab o'tay. Ularning ochiq oshkora bo'lib, ma'nilik aloqa ilib bormasligining o'zila odamni afsuslantiradigan bir ish. Dunyoning Uyg'ur diyorida nima ishlarning yuz berayotganligini bilishni xohlaydiganligini biz Xitoyga dedik. Xitoyning texnik ochiq oshkora bo'lishi uzunni o'ylaganda foydali bir ish. And the UK government hasn't declared that China is committing either genocide or crimes against humanity. Angliya hukumati Xitoyning irqiy qirg'inchilik va yoki insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligi to'g'riliq hukm e'lon qilmadi. Ammo Angliya parlamenti Xitoyni Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik sodir qilyapti degan hukmni chiqardi. Akfoldan qaraganda Angliya hukumatining maydoni bo'lsa, irqiy qirg'inchilik va yoki insoniyatga qarshi jinoyatmi degan hukmni chiqarishi sudning ishi deb qaragan. Sizningcha bugungi hukm, ya'ni Uyg'ur sudining Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligidan iborat bu hukmi Angliya hukumatining Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan vahshiyligini e'tirof qilishga qoyil qilarmi? Well, it may help them recognize it for what it is. And there were a lot of parliamentarians here in the
hall today, and they had a press conference. Bu hüküm Angliya hökumətinin Xitayning Uyğur siyasəti nima bo'lsa shundaq deb tunib yetishiga yordam qilishi mumkin. Bugun parlament zalida ko'p parlament a'zolari o'ltiribdi. Ular axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Ular bu hükümdən foydalanib, hökumətni harakatga keltirishga tashna. Savolimizning dastlabki qismiga javob berish to'g'ri kelsa, hökumət hükümni faqat sudchi chiqarsala qirg'inchilik deb e'tirof qilishga bo'ladi deydi. Ammo bular har qanday sudchining bunday hukm chiqara olmaydiganligini bilib turib, shunday deydi. Qirg'inchilik ahdnomasi bo'yicha Xitoy Xalq Jamhuriyatini qirg'inchilik ahdnomasiga xiloflik qildi deb qaror chiqmaguncha hech qanday bir sistemada uni xalqaro sud mahkamasiga olib chiqmoqchi bo'lgan sudchi bo'lmaydi. Ular hargiz bunday qilishga jur'at qila olmaydi deb qaraydi. Shuning bilan ular bu hukmni faqat sudchilar chiqara oladi degan tizimdan foydalanib hukm chiqarishdan qochadi. Only a judge can make the determination to avoid ever having to make a determination. What do you think? There are more than 170 countries, obviously. There are contracts to the... Dünyada 150-dən artıq dövlət irqi qırğınçılıq əhdnaməsiga imza qoyğan və ularning qırğınçılıqni to'sish və to'xtatishda qonuniy majburiyati bor. Bu sotning hukmi barliq kelish bilan sizningcha xalqarалық jamiyat Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan irqi qirg'inchilikni to'xtatishda nima ish qilish kerak? Well, interestingly enough, although the American government, not just the legislature, the government itself, has pronounced genocide. Demek bizni qiziqtiradigan tarafi shuki, Amerika hukumati qirg'inchilik deb e'tirof qildi va Yevropa ittifoqi, Angliya ham boshqa davlatlar bilan birlikda jazo e'lon qilishdek ba'zi ishlar. Ammo Amerika o'zining qirg'inchilik ahdnomasidagi burchi bo'yicha ish qilganligini aniq aytgan yo'q. Demak, bunday bir ahvolda qirg'inchilik ahdnomasi burchi degan nima? Bu har qanday bir hukumatning qaroriga bog'liq. Bunday bir qarorga nisbatan hukumat cho'qim o'z xalqiga shu qarorga asosan nima ish qilayotganligini, nima uchun buningdan texnik ko'p ish qila olmayotganligini va yoki nima ish buningdan oz ish qilmayotganligini oshkorlash kerak. Qarorning qirg'inchilikni to'xtatish burchiga asosan bo'lgan bir o'rinliq inkos ekanligini deyish kerak. Shunga ma'lum bir hukumatning qo'llanadigan mumkin bo'lgan choralari ular allaqachon qo'llangan jazolarni o'z ichiga elishi mumkin. Ama o'ylab beqing. Biz Amerika Tashqi ishlar ministri Blinkenning o'rnida bo'lgan bo'lsak, biz samimiy holda o'z-o'zimizdan hech bo'lmaganda bu burchimizni ado qilish uchun nima qilishimiz kerak degan savolni so'ragan bo'lar edik. Bu savolning javobi bo'lsa, cho'qim ular qo'ydigan jazolardan ko'proq bo'ladi. Bunday jazo qirg'inchilikni sodir qiluvchilarga, buningga javobgar bo'luvchilarga amaliy ta'sir ko'rsatgudek bir narsa bo'lishi kerak. Biror hukumatning bu jazolarni qanday qo'llanishi haqida men maslahat ko'rsatmayman. Bunday qilish ortiqcha bo'lib qoladi. Bu mening ishim emas. Lekin faqat jazo berib qo'yiblar qirg'inchilik ahdnomasini tilga olmaslik yetarli emas. Just to impose the sanctions they have and not to say it's under the Genocide Convention is not enough. And China is also party to the Geneva Convention. Xitoymo irqiy qirg'inchilik ahdnomasining imzolaguvchisi. Shunga sizning Xitoy hukumatiga bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish to'g'risida nima deysiz? Do they really need to be doing these terrible things to achieve that which they can achieve through the immense power they already have? Xitoy hukumatiga beradigan taklifim shuki, ular hozirgi zo'r kuchi bilan erisha oladiganlarga bu nachar ishlarni qilish orqali erishishi zarur emas. Men ularning muvaffaqiyat qozonish orzusini va dunyo bo'yicha ta'sir kuchiga ega bo'lish orzusini tushunalaman va hurmat qilaman. Har qanday kuchli davlatning bunday kuchli orzusi bo'lgan. Kuchli markazlashgan imperiya bo'lgan kichik orlimiz Angliyami shunday bo'lgan va Amerika hukumatimi shunday bo'lgan. Albatta, bunday orzu bo'lishining hech xato yeri yo'q. Biroq ular ommaning nazarida o'z orzusiga nomussizlik orqali erisha olmaydi. Shuning uchun ular Xinjiangda tinch va maqsadli bo'lgan bir hokimiyat kafolat qilishga rostli shunday ishlarni qilishi zarurmi? Balkim unday emas deb faraz qilaman. Ular o'ylashga tegishli bir ish shuki, hech bo'lmaganda boshqalarga ta'sir ko'rsatishni xohlasa, o'zining xalqiga bo'lgan pozitsiyasini o'zgartirishi kerak. It's changing their approach to their own people, not least if they want to influence other people. If in the future, Mr. Jeffrey Nice, if the international either criminal court Kelgusida xalqaro jinoiy ishlar sudi va yoki xalqaro adliya sudi Xitoy hukumati yoki Uyg'ur qirg'inchiligiga javobgar bo'lgan Xitoy amaldorlarini sudga tortsa, Uyg'ur sudi shularni sizlar to'plagan dalil isbotlarning hammasi bilan ta'minlamsizlar. Guvohlik berishni xohlamsizlar. also testify, be part of that process? Well, certainly we're willing to provide our evidence. We've already
Albatta biz dalil isbot bilan ta'minlashga tayyormiz. Biz allaqachon Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq kengashining o'zining dokladini tayyorlash bilan bir qadam ilgirlab menish niyatining borligini bilamiz. Va biz ularga materialimizdan foydalana oladiganligini aytdik. Biz qo'limizdan kelishicha yordam qilamiz. Amaliyotda biz to'plagan barcha dalil isbotlarning hammasi oshkoshkor. Bütün arxivimizni balkim ommaga e'lon qilishimiz mumkin. Bu kichik ish emas. Shundaqli buningga ma'lum mablag' ketadi. Mablag'imiz yo'q. Albatta biz 100 minglagan betlik materiallarni arxivlashtirishga tirishishimiz kerak. Ammo bizning bu materiallarni boshqa ishlatgili qilgan qilib qo'yish niyatimiz bor. It would be a pleasure to see the task undertaken by someone else with our material.